bugungi sababda quvona kesdingizlar, so'ng qo'lingizlarni ko'taringizlar. Eğer siz yerimizde taqdiri, eğer sizlerge yerimizde taqdiri ma'nozli bo'lsa, bir qadam alg'a chiqamiz. Eğer sizlerge yerimizning patrioti, o'zingizlarda yerimizning patrioti deb hisoblaysangizlar, iki qo'limizni oldinga so'zamiz. Yerimizning bo'lajagi sizlerden qo'lingizda ekanligiga senimli bo'lsangizlar, shabalaga uramiz. Yaxshi, o'tiringizlar, hurmatli o'quvchilar. Endi biz Qozog'iston tarixi fani және fani bo'yicha qay bo'lim bo'yicha taqribni o'tib жатырмыз. Hozirgi kunda qay bo'limni tanishib o'tiramiz o'quvchilar. Yani qay taqrib bo'yicha biz qay bo'lim bo'yicha Podsho hukumatining o'rtaqoq siyosati 18-19 asrdagi 19-asrda hukumatning o'zgaruvlari және podsho hukumatining o'rtaqilik siyosati tadbirlarini sababimizda o'tib жатырмыз. Және bizning qozoqlarga testi bo'lgan және qozoqlarga Kendinizce nasıl fikirlerini tangda 3 topla bölünüp alınız. Satay Kayman topu. Naşidi Satay Kayman topu. Mahambet ötemiz topu. Жақсы. Bökey ortasındaki Qazoqlarning ko'tarilisi. Biz o'tgan taqriblarda eski alamız. Top başçısı Xalxo'jayev Azimxon. Ikkinchi және Jangirxon to'pining top başçısı Xalxo'jayeva Mardan. Uchinchi Muhammad O'temizning to'pining başçısı bizde Malika. Defterimizge yazıp alamız. Sabahımızın taqribi birinchi taqribda biz o'tgan sabaqda biz Bökey o'rdasındagi және Qozoqlarning ko'tarilisi turali, ko'tarilisning shibu sebeplari turali aytib o'tgan edik. Al endi ikkinchi sabaqda sol ko'tarilisning sebepchisi bo'lgan odamlar turali aytamiz. O'temiz uluni qanday o'rtaq ideya biriktirdi? Ult azatlık ko'tarilisinin başçılarına bağa beru және Jangirxon Muhammad O'temizұлы 1836-38 жылдардағы оқиғалар оларды не bir-biriмен байланыстырды. 1838 жылдардағы көтерілістің тарихи деректері ретінде не қолданылды? Исатай Тайманұлының көтеріліс жетекшісі ретіндегі рөлі қандай болды?
яғни үйге тапсырма. Қазақ халқының отаршылдыққа қарсы ұлт-азаттық күресінің себеп-салдарын анықтаймыз. Және Бөкей Ордасында қазақтардың көтерілісіне баға береміз және көтерілістің басталу себептеріне тоқталамыз.